bolani qancha majburlasangiz ham, qanaqa deylik, jazo qilsangiz ham olmaydigan bola, o'qimaydigan bola o'qitolmaysiz. Lekin bizda hozir ota-ona teskarisida ustozing senga hurmatsizlik qilsa javob qaytaradi. Mana shuni evaziga mana yaqin kunlarda ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik, bir ustoz talabani, o'quvchisini urishga majbur bo'ldi. Shungacha majbur qilib olib kelyapti. Va buni orqasidan ko'p ommaviy muzokaralarga sabab bo'lib ketyapti. Ya'niki talaba yoki maktab o'quvchisi ustozga qo'l ko'tardi va uni o'quvchi hayolida men zo'r ish qildim. Mendan zo'r odam yo'q yoki ota-ona keltirib uni o'qituvchini qamatib turib, men faloncha o'qituvchini qamatganman, kerak bo'lsa seni ham qamataman. Bu tahdidda oliy ta'limda ham bor-da hozirgi kunda. Natija dars soat ko'payadi. O'qituvchilarimizga ham o'sha dars soat imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Daromad to'lishi ham ko'payadi. Daromad xuddi shunday. O'sha oylik saqlanadi, lekin yuklama pasayadi. Chunki avval 120 ta bola bilan ishlagan bo'lsa, endi 40 ta, 44 ta yoki 50 ta shunga o'xshash bola bilan ishlaydi. Assalomu alaykum, Navoiyliklar podkastining aziz muxlislari. Keyingi sonimiz mana boshlandi. Bugungi mehmonimiz iSchool o'quv markazining asoschisi Shodiyev Miryoqub bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Bugungi muxlislarimizga o'zingiz haqingizda ikki og'iz fikrlaringizni bayon etsangiz, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Shu podkastga taklif qilganlaringizga minnatdorman. Men Shodiyev Miryoqub, Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida tug'ilganman. Hozirda faoliyatimni 23-maktab direktori sifatida va shuningdek iSchool o'quv markazini rahbari sifatida davom ettirmoqdaman. Bundan tashqari 13 yildan ortiq IELTS, Safer ingliz tili o'qitish bo'yicha tajribam bor va repetitor ustoz sifatida tanishadi. Bugun bilamizki, jamiyatimizni ijtimoiy tarmoqlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Sizning ham profilingizni kuzatib borgan barcha insonlar dunyoning bir qancha joylarida bo'lganligingizdan xabardorda. Shu o'rinda bitta savol tug'iladi. Siz o'sha davlatlarga nima maqsadda borgansiz? Masalan, o'qish, ish yoki shunchaki sayohat. Bu ko'pchilikka qiziqda, bizga ham shu o'rinda. Marhamat, shular haqida o'zingizning fikrlaringizni bayon etsangiz. Albatta, sayohatdan maqsad turlicha bo'lishi mumkin, aytganingizdek. Hozirgacha men jami 5 ta davlatda bo'ldim. Birinchisi Turkiyadan boshlandi, undan keyin Birlashgan Arab Amirliklari, Dubay, AQSh, Kaliforniya shtatida bo'ldim. Bu malaka oshirish uchun edi va undan keyingisi Misr va oxirida Tailand. Umuman olganda sayohatlardan maqsad aksariyat holatlarda, ya'ni birinchi, ikkinchi sayohatlarimda o'sha dunyoni kashf qilish, dunyoni ochish o'zim uchun qiziqarli bo'lgan. Yoshligimdan geografiya faniga juda qiziqqanman. Dunyoning hamma davlatlarini, deyarli hammasini, poytaxtlarini yoddan bilaman. O'sha bayroqlarigacha va bu narsa vaqt kelib dunyoni kashf qilishga bo'lgan qiziqishimni uyg'otdi va shu davlatlardan boshladim. Ammo hozirda endi kichkina bo'lmasa bir 50 ta davlatni sayohat qilish rejasini qilganman. Bu nima uchun kerak sayohat? Sayohat umuman borishdan oldin har xil o'ylovlar bo'ladi, lekin borganingizdan keyin sayohat aslida faqatgina qayergadir borib rasm tushish emas yoki qanaqadir ovqatni yeb ko'rish emas. U yerda odam xuddi o'zini qaytadan kashf qiladi, katta energiya oladi va u yerda o'zingiz bilan o'zingiz qanaqadir holatlarda bo'lganda shu umringizni sarhisob qilish, kelajakdagi rejalarni tuzish, oldinni qanaqadir yangiliklarni yoki o'sha davlatning qaysidir holatlari bilan taqqoslab o'zingizni kelajakda qilmoqchi bo'lgan ishlaringizni qaytadan reja qilishga imkon beradi. Masalan, AQShda bo'lgan malaka oshirish, bu grant yutganman, o'sha Fulbright T dasturi bo'yicha 2 oy AQShda bo'lganman va bu sayohat ichida madaniy almashuv, bilim, malaka va o'sha masalan 10,000 kilometrdan ziyodroq masofaga sayohat qilishni o'zi bu nafaqat sabrni, shuningdek ko'nikmalar, qiyin vaziyatlarda samolyotdan qolib ketish, kechikish holatlarda qiyin vaziyatlarda imkoniyat, ya'ni shu muammo yechim topishga ham menimcha ancha sayqallaydi inson. Sayohatni shu turli jabhalar, turli qirralari bor. Bundan foyda olish mumkin. Ustoz, yaqin 13 yildan beri siz ta'lim yo'nalishida o'z faoliyatingizni olib boryapsiz. Eng qiziqarli holatimiz shundaki, hozirgi ta'lim tizimida bo'layotgan islohotlar. Mana hozir
qanchalik ko'p dunyo kezsangiz, shunchalik ta'limimizda o'zingiz ustida ishlashda yoki ta'lim jarayonlarida bo'layotgan o'zgarishlarga o'z fikringizni bildira oladigan shaxs sifatida rivojlanayotganingizni his qila bilasiz. Sizda bu jarayonlar qanday kechyapti? Mana hozir 5 ta davlatda bo'lganman deb aytdingiz. Shu 5 ta davlatdan keyin ta'limga nisbatan dunyo qarashingiz qay darajada o'zgardi? 2024-yil shu yanvar oyida Fulbright dasturi bo'yicha AQShda, Kaliforniyada bo'lganmiz, aytgandik. U yerda AQShni o'zida bo'lish, u yerdagi ta'limni kuzatish, professorlardan dars olish, taqqoslash imkoniyati bilan birga men eng muhim deb hisoblagan bitta narsa bor. Bizdan tashqari yana 16 davlatdan xuddi shunday grant yutgan o'qituvchilar ham qatnashdi. O'zbekistondan 4 kishi edik, lekin qolgan 16 davlatdan har bir davlatdan bittadan kelgan. Masalan, Vyetnam, Hindiston, Mo'g'uliston, Keniyadan bordi, Panama, El Salvador, shunga o'xshash davlatlardan, Ukrainadan bordi. O'qituvchilar bu yerda bu aytgandek shu 16 davlatning ta'limini qanaqa holatdaligini taqqoslash imkoniyati paydo bo'ldi va o'sha yerda men bu narsani his qilganman. Vaqtda kelganimdan keyin ko'pchilikka gapirdim. O'zbekistondagi salohiyat, bilim va eng muhim maqtanadigan joyimiz yoshlardagi salohiyat va mehnatsevarlik. Ular bilan taqqoslaydigan darajada emas, bizniki juda yuqori. Bundan men faxrlandim. Ko'p holatlarda yoshlar deganimiz nafaqat o'quvchi, balki shu o'zi ustozlarimiz ham xuddi shunday. O'z ustida ishlaydi. Bitta yo'nalish, bitta holat bilan cheklanmaydi. Oddiy ustoz u qo'shimcha dars repetitorlik qilsa ham har qanday mehnat qilyapti. U borib, masalan, uyda ham dam olish mumkin edi, lekin shu narsani bo'yniga oladi. Bu degani o'sha juda mehnatkash xalqmiz. Salohiyatimiz, bilimimiz yaxshi. Buni oddiygina daromadlarimiz misolida ham ancha taqqoslash bo'ladi-ku, norasmiy baribir suhbatlarda qancha kim qanday oylik oladi. Hatto o'sha 2-3 ta davlat vakillari O'zbekistonga shu o'zimga ham istiora murojaat qilgan. Borsam ishga olasizmi, o'quv markazida ingliz tilida dars o'tsam bo'ladi. Shunaqa holatlar. Ya'ni men o'sha xulosa qilganman, ta'limimiz juda yaxshi darajaga chiqyapti. Bu avvaldan ham shu ota-bobolarimiz qo'ygan shu yo'nalish, to'g'ri yo'l, yaratilgan katta manba haligacha o'z kuchini ko'rsatyapti. Lekin hozir bu o'rinda bitta ajoyib narsa tug'iladi-da. Men o'zim ham Yevropada tahsil olganman. Hozirgi holat, ya'ni O'zbekistondagi ta'lim jarayonlarida bo'layotgan holatimizda bizga faqatgina ota-onani gapi, kimlardir taqqoslanishlar evaziga, majburlanishlar evaziga ta'lim olinayotganligini ko'p yoshlarda kuzatamiz. Lekin Yevropa ta'limi yoki Amerikada ta'lim olayotgan yoshlarda esa bu jarayon o'zgacha. Ya'ni biznikidan qaraganda boshqacha. Hozirgi siz aytgan solishtirgan holatimiz. Bu jarayonda bizda ta'limga juda ham qattiq urg'u beryapmiz. Yoshlarni biz mana shuni o'qiysan, mana shu kasbni egasi bo'lasan deb aytayapmiz-ku. Lekin ularni qo'yib berayotganimiz yo'q, qaysi kasb tanlashga va ularni o'qishda bilim olish darajalarida qo'yib berayotganimiz yo'q, qaysi fanda o'qishga. Bizda faqatgina kurashuv, taqqoslash majburiy. Siz bunga qanday e'tibor berasiz? To'g'ri aytyapsiz. Taqqoslash joy keladi, qayerdadir qattiqqo'llik bizda an'ana o'sha bizda azaldan o'zbek mentaliteti. O'zbek mentaliteti bor narsa u, qanaqadir turtki bilan bo'ladigan narsa. To'g'ri, lekin bu ko'p sonli o'quvchilarga taalluqli emas-da. Men o'sha rektor sifatida bilaman. Bolani qancha majburlasangiz ham, qanaqa deylik, jazo qilsangiz ham olmaydigan bola, o'qimaydigan bola baribir o'qita olmaysiz. Men bu aytganimdek, bolani salohiyati baribir o'sha bizda eng dangasa o'qimaydigan o'quvchilarimiz ham nimandir eplab oladi-da, nimandir qo'yiladi. Qaysidir masalan, to'g'ri talablar oson emas, o'zi 5 ta fandan masalan sertifikat olish, o'qishga kirish oson ish emas. Masalan, oddiy biz o'zimiz davrimizda 3 ta fan o'qirdik, hozirda 5 ta ko'paydi. Yana bir narsa, shu fikr bildirayotganingizda xayolimga keldi. Hozirda bizning jamiyatimiz yaxshi o'sib boryapti, lekin hali mukammallik, o'sha rivojlanish darajasiga yetganimiz yo'q. Va bu holatda aksariyat ota-onalar nimani o'ylaydi? Bolasi minimal qanaqadir o'sha sug'urtalangan ishga ega bo'lsa bo'ldi. Uni qanaqadir dunyoni zabt etishi, qanaqadir yangilik qilish shart emas. U davlat ishi bo'lsa, o'qituvchilikmi, mayli o'zlari qaysidir sohani tanlagan bo'lsa ham borib kelsa ishiga, mashina bo'lsa, uy bo'lsa bo'ldi. Uy bo'lsa bo'ldi, hayot shu. Minimal hayot o'sha o'lmaydigan darajadagi ta'minot bo'lsa bo'ldi deydi-da.
o'shanga mos yo'nalishlarga yo'naltiryapti bola masalan san'atga qiziqyapti, unda zo'r qobiliyat bor, yaratuvchilik, dizayn qobiliyatlari bor, yoki ITda kuchli, yoki sportda yaxshi. Aksariyat endi ochilyapti bu narsa. Mana endi sportimiz o'sha boksda, shaxmatda, futbolda yutuqlarimiz ko'payavergan sari ota-onalarda ham ishonch ortadi va bu yo'nalishga ham taqdirlanayotgan, olayotgan pullarni, olayotgan mashinalarni ko'rib ota-onalar ham endi borligini bilyapti. Xuddi shunday o'sha soha ochilsa, o'sha soha gullab yashnasa, keyin unga yo'l bera boshlaydi. Demakki biz o'zbek mentalitetini rivojlantirishimiz uchun ularga qanaydir motivatsion holatini biz aniq ko'rsatib bersakkina hozirgi kunda bu narsa bo'ladi. Amalda isbotini bo'lsa. Turfa xil kasblar, haqiqatan ham kelajagi bor degan narsani ko'rsatib bersak. Endi bu jarayonni qarangda, shu jarayonda biz o'quv markazi bilan bog'laymiz-da. Maktabni bitirding, o'qishga topshirding, kira olmading. Ammo mana shu jarayonlarda vaqt o'tgan sayin o'quv markazlarining rivojlanishining asosiy sabab u yerda bitiruvchilari o'qishga ko'p sonli kirganligi evaziga bo'lib, bu o'quv markazlarining nomi rivojlanishiga, o'quv markazlarining soni ko'payishiga sababchi bo'ldi deb hisoblaysizmi? Xuddi shu bizni taqqoslash holatimizga bog'liq bo'lib qolyapti. Ya'ni biz aholiga, ya'ni o'zbek mentalitetiga ega bo'lgan aholiga biz namoyish qilib beryapmizki, mana shunday natijalarni mana bu jarayonlarda ham egallasa bo'ladi degan mazmunda. Shunday, masalan, qaysidir o'quv markazi, deylik, biologiya, kimyoda juda zo'r o'qituvchi, kuchli o'qituvchisi bor, natija qilyaptimi? Uni eshitgan ota-ona bolasini shu biologiyaga yo'naltirish kerak qiladi. U vaholanki ingliz tilida yaxshi yoki matematikada yaxshi. Bu ta'sir qiladi albatta, lekin o'quv markazlari natija qilishida men bitta narsani kuzatganman Navoiy shahrida, Navoiyda o'quv markazlar xuddi Toshkentdagidek yoki boshqa, masalan, Samarqanddagidek kuchaymagan. Kuchli brend rivojlanish, men unaqa deb tan olmayman. Nima uchun? Hatto o'zim o'quv markazim bo'lsa ham. Nima uchun? Chunki Navoiy viloyatida maktablardagi ta'lim boshqa viloyatlardan ko'ra ancha sifatli, ancha tartibli. To'g'ri, kamchiliklarimiz bor maktablarda, lekin o'quv markazlarining raqobatchisi o'quv markazlari emas. O'quv markazlari raqobatchisi maktablar. Maktabda sifatli ta'lim olgan bola o'quv markaziga. Lekin aslida maktab bo'lish kerak, lekin hozirgi kunda deyarli hech qaysi viloyatda buni to'laqonli ayta olmaymiz. Maktab o'quv markaziga nisbatan konkurentda, ya'ni ularga raqobatchi deb hozir hamma maktabda ayta olmaymiz. Yo'q, xuddi shunday. Hamma maktab emas, lekin maktabdagi sifat ta'lim qancha o'sgan sari o'quv markazidagi salohiyat boyagi qamrov kamaveradi. Men masalan o'quv markazlarini deylik, umri uzoq yillarga boradi o'ylamayman-da. Chunki men ko'p Yevropa ta'limi yoki Amerika ta'limi qiladigan bo'lsangiz, bu narsaga hojat yo'q. Maktab o'zi ta'minlab beryapti. Endi maktablarda og'riqli joylarimiz bor. Ya'ni nima uchun bular kerakli ta'lim bera olmayapti? Nima uchun bola o'quv markaziga bormasdan turib o'qishga kira olmayapti? Maktab o'zi ta'minlolmaydimi yoki o'qituvchilar yo'qmi degan narsa? Yo'q, o'qituvchi bor. O'qituvchilarimiz juda kuchli. Bunga shubha yo'q. Asosiy masalalardan bittasi, men buni direktor sifatida ko'rib kuzatgan narsam, maktablardagi sig'im ozgina me'yordan oshiq. Ya'ni bitta sinfda biz bilgan o'quv markazi masalan 10 ta 15 ta bola bilan dars o'tsa, u yerda 40 ta bola o'tiradi. Kerakdan holatlar bor-da, buni yashirish kerak emas, sababi muammo aytilmasa bu narsa yechilmaydi. Muammo avvalo tashxis. Va buni oqibatda o'sha maktablarda sig'im oshib boryapti. O'sha bolajon xalqimiz bizda o'sish juda ham tez sur'atda va shunga yarasha maktablar qurilsa, deylik har bitta xonada o'sha 24 ta xuddi mutaxassis o'sha boyagi ixtisoslashgan maktablar dedik. Ixtisoslashgan maktablar kabi bitta xonada 24 ta bola o'tirsa, ingliz tilidagi yoki masalan amaliy fanlarga 12 tadan 2 ga bo'linsa, u yerdagi bola bilan ishlash qiyin bo'lmaydi o'qituvchiga. O'qituvchining yuki o'z-o'zidan kamayadi. Va masalan tasavvur qiling, 3 ta sinfda 40 tadan 120 ta bola bo'lsa, biz uni 24 tadan bo'lsak, 5 ta sinfga aylanadi, 4 ta sinfga aylanadi. Natijada dars soat ko'payadi. O'qituvchilarimizga ham o'sha dars soat imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Daromad to'lishi ham ko'payadi. Daromad xuddi shunday. O'sha oylik saqlanadi, lekin yuklama pasayadi. Chunki avval 120 ta bola bilan ishlagan bo'lsa, endi 40 ta, 44 ta yoki 50 ta shunga o'xshash bola bilan ishlaydi. Yuklama kam, oyligi o'shanda. Menimcha shu bilan ancha narsa hal qilsak bo'ladi. Yana ikkinchi tarafi bor. Nima uchun o'quv markazlari natija qiladi, maktablarga qiyin. Masalan, 11-sinf o'qiyotgan bola, 11-sinf dasturga ko'ra, ular faqat 11-sinf darsligini tugatishga ulgura oladi. O'sha 45 minutlik vaqt 1 yil davomida u dasturda ichida 10-sinf takrorlash, 9, 8, 7, 6 degan narsa yo'q, lekin
imtihon, oliy ta'limga kirish imtihonlaridan sizda 11 dan olmayapti-ku testni. Bola 5 yillik ma'lumotni qayerda takrorlaydi? Qayerda mustahkamlaydi? Ana shu uchun bolalarda ehtiyoj paydo bo'lyapti. Menga qo'shimcha kerak. Men 11-sinfda yaxshi o'qiyapman. Hammasi joyida, 5 bahoda takrorlab turaman doim, monitoring natijalarim zo'r. Lekin 8-sinfdagi ma'lumotchi, 9dagi ma'lumotchi va o'sha narsani takrorlash ehtiyoji o'quv markazlariga yo'naltiryapti bolalar. Lekin avval kechirasiz-ku, yana achinarli holatimiz bor. Avval lekin shu natijalarni egallaganlar-ku. Ya'ni o'quv markazlariga bormasdan ham oliy ta'lim muassasalariga kirilgan. Ya'ni maktabda olingan dastur programmasi bilan oliy ta'lim muassasalarida imtihonlardan o'tilgan. Hozirgi kunda esa mana siz aytganidek yuqorida aytib o'tdingiz, 5 ta fan bo'lib ketdi. 5 ta fanni endi haqiqatan qiyinlashib ketadi. Avvalgi olingan ta'lim jarayonlaridagi vazifalar oshib ketadi. Lekin hozirgi holat bilan avvalgi holatda taqqoslaydigan bo'lsak, har birida o'ziga yarasha o'zgarishlar va qo'shimchalar bor. Shunday. Endi hozirda oliy ta'limga bizda salonda ta'kidladingizki, ota-onalar bolalarini o'qitishni xohlaydi-da. Bu raqobat oshishiga olib keladi. Natijada kuchliroq bola yanada kuchliroq bo'lishga harakat qilaveradi. Buni oqibatda masalan ball ko'tariladi, talab oshadi, savollar qiyinlashadi. Men shunday deb bilaman. Maktab bilan menimcha imkoniyatsiz bu. Endi tasavvur qilaylik, hozir o'zingizni farzandingizni rassom bo'laman desa, nima deysiz? Men o'zim farzandimni kattasini kuzatganman. Unda yaratuvchanlik, shu chizish, bir narsalarni yasash, robot texnika bor kurslarga qo'ydim yoki o'sha chizish boshqa, shaxmat. Bu narsaga men qarshilik qilmayman. Yo'q, faqatgina rassom. Robototexnika ham bo'lmasin, qanaqaydi sun'iy intellekt jarayonlari bo'lmasin, faqatgina rassom. Men bunga qarshilik qilmayman. Lekin yo'nalish ozgina maslahat, tavsiya berib yo'naltirish mumkin, ko'proq dizaynerlik sohasi. O'sha interyer dizayn, o'sha rassomlardan kelib chiqadi, shu rassom shu sohani aniqlashda yuksaltiradi, shu sohaga kirib boradi. Shunaqa maslahatlarim bilan men unga masalan tavsiya bergan bo'larman. Bu narsaga qarshi emasman. Lekin zamon rivojlangan sari odamlar bitta kasb bilan, bitta qobiliyat bilan yashash qiyinlashadi. Buni aytganimda Amerikada ham ko'rdim, hatto 80 ga kirgan professorlar, shu dastur menejerlari ikkitalab ish qiladi. Ikkita, uchtalab ish qiladi. Bu degani rivojlanganimiz sari o'zizdan o'sha iqtisodiy talablar ham oshadi, hayot masalan narxlar, boshqa narsa ham o'sadi. Iqtisodiyot rivojlangandan keyin narx ham o'z-o'zidan o'sadi bilaman. Va bu ikkita, uchta yo'nalish, ikkita, uchta kasb egallash ehtiyojini orttiradi bizda ham vaqt kelib. Hozirda ham jamiyatda aksariyat odamlar ikkita, uchta ishlar qiladi. Bu tabiiy holga aylanib boradi. Va shuncha aytmoqchi bo'lgan, masalan, rassom bo'lmoqchi bo'lgan insonga uni yoniga mobilografiyani qo'shib yurganishi menimcha yaxshi ishlaydi. Ham ijtimoiy tarmoqlarda ham hayotda yo'lini topib ketaveradi. Tavsiyaviy xarakterni rivojlantirasiz. Endi shu o'rinda bitta savol tug'iladi. Siz mana ancha yildan beri maktab direktorisiz hamda iSchool o'quv markazida ham faoliyatingiz olib borasiz. Aynan mana shu chet davlatlarda tajriba orttirdim, malaka oshirdim deyapsiz. Ta'lim sohasini inson sifatida sizga imkoniyat berilsa, siz nimani olib kelgan bo'lardingiz aynan O'zbekiston ta'lim sistemasiga va uni kelajagini ko'ra olasiz? Endi bizda aynan davlat maktablariga nisbatan olaylik. Faqat maktablarda tajriba uchun har xil davlat ta'lim standartini olib kirishga harakat qilinyapti. Va bu narsani men unchalik ham yo'qlamagan bo'lardim. Nima uchun? Chunki O'zbekiston o'sha hududi, bu yerdagi o'ziga xos iqlim, madaniyat, mentalitet, odamlarning fikrlashi, hayot ehtiyojlari, bunga o'xshash faktorlar juda ko'p va bu faktorlar har xil ta'lim tizimini, har xil dasturlarni o'zimizda juda ham yaxshi ishlab ketmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni bu biz o'zimizda unikal, o'zimizda o'sha unik deydi, o'ziga xos uslubimizni kashf qilishimiz kerak. Chet eldan olib keladigan narsa deydigan bo'lsak, bizda bu narsalar menimcha hammasi yo'lga qo'yilyapti. Deylik, o'qituvchini hurmati, obro'si eng muhim narsalardan bittasi. O'shanga xos daromadi albatta, chunki bu ota-onaga tavsiya berish deganda baribir o'zimizdan minimal yashash uchun kerakli moliyaviy ta'minot bo'lish kerak-da. O'sha o'qituvchilarda bu imkoniyatlar berilyapti. Masalan, yaxshi o'qituvchi ustoz maktabimda 18 ga yaqin ustoz
kamida $1000 oylik oladi. To'g'ri, qolgan ustozlarchi deyishimiz mumkin, lekin bu pog'ona saralanib asosda yuqori darajaga chiqyapti. Masalan, ustozlar obro'y dedik, uni oyligi deyapmiz. Yana bir narsa bizda shu jamiyatda menimcha saqlanish kerak deb o'ylayman. Sharq an'analariga ko'ra o'sha o'quvchi bola ota-onani va ustozni hurmatini joyiga qo'yish kerak. Ustozdan ozgina bo'lsa ham hayiqish degan narsa albatta baribir o'quvchini tartibni saqlaydi, uni o'sha bilim olishga undaydi. To'g'ri, erkin jamiyat, zamon rivojlandi, boshqa, lekin biz baribir sharq an'anasi voz kechmaganimiz ma'qul. Bu g'arbga qanaqadir taqlid qilish yoki ularning orqasidan tezdagi natijaga erishish uchun bunaqa shoshqaloqlik yo'l kerak emas. Menga shu aytmoqchi bo'lgan shu tavsiyaviy fikrim, baribir ustozni shu sinfdagi vazifasi, roli asosiy o'rinda bo'lishi kerak. Ustozni hurmati, shu o'quvchi ozgina shu ustozni avvalgi davrlarda boya aytdik, o'qishga o'quv markazidan kirgan-ku bolalar, lekin u yerda u paytdagi ustozlarni, masalan, o'quvchilar ko'chani boshdan ko'rsa qochaydik. Bizda mana shuni. To'yda ustoz bor joyda o'tira olarmiz. Yo'q. Yoki restoranga kirsa ustoz o'tiribdi, ota-onamiz bilan kiryapmiz. Kira olmasdik. Nima uchun unaqa bo'lgan? Ustoz bizdan urushmaydi. Lekin u yerda u ustozni shunchalik darajada bir o'sha o'quvchi qalbida o'zgacha hurmat bo'lgan, oradagi shuncha masofa, katta masofa uni o'sha balki yaqinlashishgan o'qiganda hayiqtirgandir. Hozir bu narsani ushlab qolish uchun menimcha shu ota-onalarimizni balki o'sha o'zlari ustozlarni qanday hurmat qilgan bo'lsa, bolalarga ham shu narsani singdirishi. Hech bo'lmasa shu uydan chiqishda ustozning aytganini tartib buzmaydi. O'sha senga kerakli ma'lumotni, kerakli darsni, kerakli fanni berayotgan ustoz sen yomonlik ravo ko'rmaydi deb biroz gapirib chiqarib yuborish ham menimcha. Lekin bizda hozir ota-onalar teskarisida ustozing senga hurmatsizlik qilsa javoban qaytar. Mana shuni evaziga, shuni evaziga mana yaqin kunlarda ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik, bir ustoz talabani, o'quvchisini urishga majbur bo'ldi. Shungacha majbur qilib olib kelyapti. Va buni orqasidan ko'p ommaviy muzokaralarga sabab bo'lib ketyapti. Ya'niki talaba yoki maktab o'quvchisi ustozga qo'l ko'tardi va uni o'quvchi xayolida men zo'r ish qildim. Mendan zo'r odam yo'q yoki ota-ona keltirib uni o'qituvchini qamatib turib, men faloncha o'qituvchini qamatganman, kerak bo'lsa seni ham qamataman. Bu tahdidlar oliy ta'limda ham bor-da hozirgi kunda. Qamatib yuboraman seni. Mana shunaqa tahdidlar bilan keladi. Bu holatda o'qituvchi ertaga o'quvchilar bilan ishlash vaqtida yuzaga keladigan kichkinagina elementar muammoni evaziga ham o'qituvchi qaytadi. Xohlasang o'rgan, xohlamasang o'rganma, qo'y tinchgina. Sizda ham mana shunaqa muammolar bo'lgan? Bu endi ta'limchi deymiz, bu albatta. Bu juda ko'p bo'ladi. O'zim dars o'tgan holatlarimda ham yoki umuman rahbarlik faoliyatimda ham bo'ladi. Vaholanki shunaqa joylar bo'lgan, bir ustoz bir o'quvchini turg'izib qo'ygani uchun ota-ona janjal qilib kelyapti maktabga. O'zim o'tgan direktorlik paytida bo'ldi. Ota-ona katta qizini menda direktorlik kursiga bergan, kichkina qizini esa maktabga ketirib qo'yapti. Chunki u meni biladi, men ta'lim qanday sifat yoki umuman olganda qanaqa dars o'tishimni yoki umuman mendan xabar bor ota-ona havas kelib maktabga ketirib qo'yapti. Ustoz uni turg'izib qo'ygani uchun kelib ustoz bilan janjal qilyapti sansirab. Kim aytayman? Aka, bu katta qizingiz menda o'qigan edi. Birinchi marta jazolagan holatlarimni aytganman yoki o'zingiz aytgansiz. Suyagi bizniki, sizniki deb. Suyagi bizniki degansiz. Men jazolardim, nima uchun men bilan urush qilmagansiz? Bu ustozga uni hurmatsizlik bo'lyapti. Bu savolga ota-ona javob bera olmaydi. Chunki tekin o'qiyapti-da maktabda. Balki bu shu narsa qadrsizlikka olib kelayotgan shunga. Lekin ustoz ham uni behuda turg'izib qo'ymagan, oxiri baribir muammo ichiga kirganingizdan keyin bilasiz, oddiy gap, o'sha daftar bir-biriga uloqtirgan, sochini tortgan, shunaqa holatda turg'izib qo'yadi. Vaholanki masalan boyagi bitta o'quvchi o'zini bunaqa tutgandan keyin u sinfda 30 dan ziyod bola o'tiribdi. O'sha 30 dan ziyod bolani vaqtini isrof qilyapti-ku shu bola. 30 ta bola bu yerda hozir o'zi huquq poymol bo'lyapti agar biz huquqiy baho beradigan bo'lsak. Va bu yerda bitta o'zimcha o'ylayman-da, bu balki reallikdan ancha uzoq bo'lishi mumkin. Xuddi mana ichki ishlar xodimlari, yo'l patrul xodimlari, hozirda ekologiya yoki deylik soliq xodimlariga planshet berilgan-ku.
Ya'ni Jarimalar muammoni o'zida o'sha huquqbuzarlikni oldini olish. umuman oldini olish yoki huquqbuzarlikka jazo tayinlash imkoniyati bor. Mana shu narsani o'ylayman, agar masalan har bitta maktabda xuddi shunaqa planshet bo'lsa, bola maktabga kelmasa, nima uchun o'qituvchini orqasidan yurish kerak? Nima ota-ona yugurmayapti orqasidan? O'qituvchi bola shunchaki kayfiyati yo'q, kechasi uxlamadi, ertalab uxlagisi keldi, uxlab qolib yoki sen rahbar SMS boraman bugun. Mazam bo'lmayapti, bormayman. Qani asos? Ota-ona bilmaydi, ota-ona ishga chiqib ketgan 7 da, bola 9 ga 10 gacha uxlaydi. Darsga kelmaslik holatlari, dars tartib-qoidalarni buzish, shu maktab mulkiga zarar yetkazish bo'lishi mumkin. Yoki yomon o'zlashtirish, berilgan fan, o'tilgan dars test olinyapti, unga shunaqa holatlarda to'g'ri masalan ichki ishlar xodimlarisiz o'sha maktab rahbariyati tomonidan, to'g'ri maktab rahbariyati o'z-o'zidan unga jarima qilmaydi, albatta u psixolog bor, ma'naviyatchi bor. Maktabda inspektor psixolog, ya'ni ichki ishlardan xodim biriktirilgan, birga maslahatlash, direktor, umuman rahbariyat jazo tayinlash joyida. Agar shunaqa qiladigan bo'lsak, menimcha maktabda obro'yi ham, hurmati ham o'sha. Ular keyingi jarima olmaslik uchun soat 7 da maktabda bo'ladi. Ota-onalar ham ancha hushyor bo'ladi. Ota-onalar hushyor bo'ladi albatta, 2-3 martalik kambag'al bo'lmasa. Bu jarayonda o'qituvchilarga ham qilsak-chi? Ma'qul. Bu ham o'qituvchini baholasa. Nima deysiz? Buni ham o'sha maktab rahbariyati birgalikda. Yo'q, maktab rahbariyati aralashmasin. O'quvchini o'zi. O'quvchini o'zi o'qituvchini holatini, saviyasini baholasi. Ya'ni bilim saviyasini baholashga ya'ni yetmaydi-yu, lekin u yerda harakatini baholasa. Nima uchun bu narsani aytyapman? Sizga asosli keltirib beraman. Hozirgi kunda ham bu jarayonlar juda ham avjiga olgan, yaqin 10 yillikda juda avjiga olgan holat. Ya'ni o'qituvchining o'quv markazi bor, uyda bor yoki qaysidir o'quv markazida ishlaydi. Maktabga keladi, aytadi, "Jim o'tiringlar, men ozgina dam olay." Bo'ldi. Bu yerda o'quvchilar jim bo'lib bersa bo'ldi. U kishi keyin damni oladi va o'quv markaziga boradi, jon kuydirib abituriyentlarni tayyorlaydi. Maktabda esa shu turish o'tirib chiqib ketadi. Xo'p, bu holatda biz o'quvchilar baholab berish kerak. Ya'niki bugun keldi o'qituvchi bizga mana shuncha saviyali narsa berdi. Mana shuncha narsa o'rgandik. O'qituvchi o'zini mana shu holatda tutdi. Bizga mana shunaqangi prezentatsiyalar, mana shunday amaliy jarayonlar o'tkazdi. Mana bunaqangi jarayonlarda biz amalga oshirdik degan qanaqadir komment bersa. Elektron komment berib ularda ham xuddi shunday planshet bo'lsa. Shunday. Siz bunga nima deysiz? Masalan, sizni o'zingizga qo'llayapti. O'quvchi qo'llayapti sizga. Xo'p, bu narsa xalqaro tajribada bor. Ya'ni o'qituvchi o'sha o'quvchilar tomonidan baholansa, masalan, yillik statistika yillik ma'lumot reyting chiqariladi. Reytingda masalan matematika ustoz 5 ta matematika ustoz bor. Matematika ustozlar reyting qilinganda 1, 2, 3, 4, 5 o'rin o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Va buni o'sha kelasi yil dars soati olishi, ustamasi boshqasiga qilinishi kerak. Bu narsani qo'llab-quvvatlayman. Aytganingizdek o'sha rektor o'qituvchilarni lekin o'sha aqlli, o'zini hurmat qilgan ustoz bir yaxshiroq dars o'tadi. Sababi qancha yaxshi dars o'tsa, o'quvchini qamrab olishi, o'quv markaziga olib borishi imkoniyati. O'zimizga qarshi ishlaydi bu o'sha biz aytgan metod qiladigan bo'lsa. O'z jamiyat ko'pchilik ko'p narsani tushunib bo'ldi. Ustozlar bir-birini biladi, tavsiyaviy ota-onalar, o'quvchilar darrov sizga baho beradi. Bu ustoz bo'lmaydi, bu ustoz yaxshi, bu ustoz jon berib dars o'tadi. Lekin yana bir taraf bu o'quvchi aksariyat qattiq o'qituvchilarni yomon ko'radi, unga past ball qo'yish mumkin. Masalan, u qattiq ustoz, u rostdan zo'r dars o'tadi. Umuman qo'ymaydi bolani, o'sha qimirlagani qo'ymaydi, darsdan chekinishga, boshqa holat, unaqa holatlarda ham menimcha qanaqadir mezonni kiritsa, bu qattiqqo'llik masalasi ham oldinga. Buni biz pedagog sifatida qo'rqqanimiz uchun aytamiz-da. To'g'rimi? Pedagog sifatida qo'rqqanimiz. Ya uni ham tan olishimiz kerak. Ya'niki bizda hozir siz pedagog sifatida qo'rqyapsiz-da. Uni tan olishimiz kerak. To'g'ri, biz pedagogmiz, o'quvchi bizdan past baho qo'yib qo'yishdan qo'rqamiz. Shunday. To'g'rimi? Lekin biz qo'rqmaydigan jarayonda tashkil qilish. Ya'ni biz nima uchun pedagogmiz? Biz yetaklovchimi? O'sha jahldor, o'sha hech kimga bo'ysunmaydigan o'quvchi, o'sha hammaga agressiv bildiradigan o'quvchi. Biz nahotki yo'lga solib, o'zimizni izimizga sola olmaymiz. Bu yerda to'g'ri, ustoz. Ayb kimda? Ayb pedagogda bo'ladimi shu joyda? Yana pedagog qo'rqyapti. Baho qo'yib, mana past qilib qo'yapti.
Yo'q, qattiqqo'l ustozga endi har xil holatlar bilan, masalan, men o'zim repetitor sifatida bitta narsani ko'pchilik shu xususiyatim uchun izlab kelgan. Men juda qattiqqo'l o'qituvchiman. Haddan tashqari jazo shu qilinmagan vazifani o'quvchi qilmagan ish uchun yoki o'sha noto'g'ri qilgan ish uchun yomon oqibat borligini har doim his qildirganman. Ya'ni u tushunish kerak. Vazifa bajarmadimi, yo turib o'tiradi, yo qaytib bajaradi, yoki qaysidir jazoni oladi. Va bu narsadan qo'rqmaganman va menimcha aytganingizdek, men hozir masalan rahbar sifatida ham ikki tomonni gapiryapman-da, o'qituvchi va o'quvchi palasi. Lekin men shaxsan o'zim o'qituvchi sifatida bu narsadan qo'rqmaganman. U vaholanki bu o'quvchini kamchiligi, o'quvchilarni o'sha boshqara olmaslik bar ustozni yelkasiga qaytib tushadi. Chunki jamiyatda hammaning vazifasi bor-ku. Yo'l quruvchi odamni yoki masalan bankdagi odamni yoki masalan farroshni deylik, u qayerni toza qilib shu vazifasini bajarayotgan holatda ustoz qo'liga berilgan, biriktirilgan o'quvchilarni taqdiri uchun ham, vaqti uchun ham javobgar. Bu narsani ustoz sifatida ustozlarga aytayapman. Va rahbar sifatida ham ustozlarga bu narsani ta'kidlayman. Bolani o'tib ketgan umri uvoli bu narsani javobi og'ir bo'ladi. Biz aytganda ota-onadachi, unisichi, bunisichi, tizimchi, boshqachi, kitobchi yo'q. Ustozni o'zi masalan litsey, akademik litseyda 10 yil faoliyat yuritgan bo'lsam, men 10 yil davomida biror marta, ya'ni buni aytish qanchalik to'g'ri, biror marta o'sha darslikdan dars o'tmaganman. Chunki men u darslikni 1 yillik o'tiladigan programmani bir oy tugatib bilaman. Doim yangi dastur, yangi o'zimdan kitob o'qiganman, o'sha tarixi materiallar, yangi narsa o'qish kerak ekan. Bola zerikmasin, bola tushunsin, vaqt behuda ketmasin. Baribir o'sha jamiyat deylik, o'sha sohani egasi sifatida baribir o'qituvchi aybdor bo'lib qolaveradi deb narsa. Tushundim. Sog'. Bugungi kunda sizning agar kelajakni bir tahlil qilmoqchi bo'lsak, til bilish darajasini, mana hozir ingliz tili butun jahon tili sifatida har bitta mintaqada keng faoliyatini olib boryapti. Sizningcha til bilmaydigan insonlarni taqdiri kelajakda qanday ahvolga tushishi mumkin? Endi til bilish hozir siyosat darajasiga ko'tarildi. Til bilish to'g'risi mana deylik yaqin 10 yil ichida hech narsa bermaydi. Ya'ni sizni boshqalardan ustun qilib qo'ymaydi. Yoki masalan ba'zilar o'ylaydi-da, men ingliz tilini o'rganib, men Amerikaga borib ishlamoqchiman deydi. Men aytaman, Amerikada 5 yoshli bola ham ingliz tilini biladi. Nima endi unga ish berish kerakmi? Sen o'sha 5 yoshlik yoki 8 yoshlik bolasi qatori ham bilmaysan ingliz tilini. Xo'p, savol, sen u yerda borib ishlab ketishing uchun jamiyatda boshqalardan ustun biror nima tavsiya taklif qilib bilasanmi? Senda IT kuchlimi, yoki texnologiyadan zo'rmisan, yoki san'at bormi, sportchimisan, boshqa qaysidir soha bor? Masalan, men ingliz tili o'qituvchi sifatida chet elda menga masalan non yo'q. Amerika yoki Britaniyada nima qilaman? Men kerak emasman ularga. U yerga borib faqat shu o'zbek tilida narsa tushunish mumkin-da. Moganda 10 yildan keyin ingliz tili ham xuddi shunday holat. U bizga hech narsa bermaydi, lekin bilmaslik ko'p narsani yo'qotadi. Til bilmasangiz qurib qolasiz. Masalan, yaxshi tibbiyot xodimisiz. Siz chet elda malaka oshirish imkoniyatlari bo'lishi mumkin, ishlash imkoniyatlari, siz til bilmaysiz. Bu narsa sizni orqaga tortadi. Vaholanki 10 ta til biladigan odam barchasi til bilar va endi bularning o'rtasidagi tanlov faqat qobiliyatlar o'rtasida bo'ladi. O'sha ITmi, texnikami, tibbiyotmi. O'shuning uchun til bilish jamiyatda o'sha majburiy talabiga aylandi-da. Bu narsani biz xohlaganimizcha o'rganmaymiz, to'g'risi. Hamma o'zining ehtiyojidan kelib chiqib, ehtiyoj tabiiy ehtiyojga aylanadi. Bilmaslik ko'p narsani, ko'p narsadan xalos qiladi, biz ya'ni mosuvo qiladi. Mana hozirgi kunda to'g'ri aytdingiz. Chet ellarda malaka oshirishga boramiz. Borgan paytimizda ba'zi vaqtda ko'ramiz, ya'ni til bilmasligini evaziga malaka oshirishga bordi. Faqat auditoriyaga kirib o'tirib chiqib ketadi. Vaqt o'tkazib, u sayohatga borib keladi. Sayohat ham chala, to'g'ri. Sayohat ham chala. U yerda hech narsa o'qigan bilan tushunmaydi. O'qigan bilan tushunmaydi. Endi keling bitta zo'r holatga qaytaylik. Mana siz o'quv markazi asoschisi sifatida o'quv markazini ochishda mana hozirgi kundagi bitiruvchi yoshlar bor, oliy ta'limda bitiruvchi yoshlar bor. O'quv markazi ochmoqchi. Nimalardan boshlash kerak?
tavsiya bera olasizmi? Eng sizni mana o'quv markazi ochishingizda qilgan qo'pol xatolaringizni hozirgi kundagi yoshlarga bularga as qochish kerak. Siz bu shu masalani yechish uchun 10 oy vaqtingiz ketgandir, 1 yil vaqtingiz ketgandir. Lekin o'shani siz kimgadir ulashib, o'sha vaqtini yo'qotmasligi uchun siz nima tavsiya bera olasiz? O'quv markaz masalan yoshlar shu mustaqil shu sohada yo'nalishda ishlamoqchi bo'lsa, men umuman ko'pchilik biznes boshlayotganlarga va shogirdlikka tushish, shogirdlik maslahat berardim. Nima uchun? Chunki masalan deylik, men o'zim Toshkentda o'qiganim uchun 4 yil Jahongirda o'qiganman. 4 yil u yerda faoliyat yuritardim, dars o'tardim. Hatto kursdoshlarimga ham dars o'tganman joyga kelganda. Kichkina darajalardan boshlab dars o'tirardim student sifatida. Lekin Navoiyga qaytganimdan keyin hammasini noldan boshlashim kerak. U yerda masalan o'zimiz o'quvchilarim to'liq tashib kelib, bu yerga qaytadan noldan harakat qilishni boshladim. Men o'sha yerda o'ylayman, agar mabodo masalan Navoiy shahrida shu deylik shu yerda ingliz filologiyasi o'qiganimdan nima qilgan bo'lardim? Birinchi o'sha yaxshi kuchli ustoz, men o'z tayyorlagan ustozim, Bozor Husan ustoz. O'shaning yonlariga shogird sifatida ishlagan bo'lardim, shu birinchi kursligimdan boshlab. Mayli menga o'quvchi kam bo'lsin, bo'lmasin, oylik bo'lmasin, lekin yonlarida yurib ish o'rganib, ustozdan baribir shu kelgan o'quvchining darajalari har xil bo'ladi-da, kichkina darajalarni olib, kam o'quvchi bilan asosiy faoliyatni boshlash, boyagi ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar deganda, biz ham yo'rg'almagan maqomimiz qolmagan. Ko'p qiyinchiliklar, ko'p xarajatlar, ko'p tavakkalchiliklar, tushunmovchiliklarga duch kelganmiz. Risklar oshib ketgan vaqtimiz. Buni eng qiziq umrim bilan to'ladim-da, men ba'zi xatolarim bo'ldi. O'quv markazi borasida, shu sherik tanlashda, boshqa ishonch o'rtadagi boshqa narsalar umrim bilan to'ladim. Shu ketgan vaqtim, mehnatim shunchaki. Shu uchun yaxshi ustoz va yaxshi tajriba. Mayli deylik, mana masalan boshqa soha bo'lsa ham-da, kompaniyada masalan siz oshpazsiz, yaxshi pishirasiz, borib yaxshi brend ostidagi o'sha deylik kafeda, restoranda ishlab, ish o'rganib, tizimini o'rganib, maqsadni kattaroq qo'yish kerak. Mayli 3 oy yoki 5 oylik emas, 3 oy 5 oy, mayli oyligim olib umr o'tsa bo'ldi. 1 yildan keyin, 2 yildan keyin, 5 yildan keyin o'zim qayerda ko'raman. O'shanga o'xshab ustozdan kattaroq brendlardan foydalanish tavsiya qilardim. Endi hozir bitta narsani o'rqib berdingiz, ozginagina o'rqib berasiz, ya'ni sherik tanlash. Menimcha siz ham adashgansiz, bir marta bo'lsa ham. Shunaqa. Endi bu aytishimga sabab nimada? Ya'niki bizda g'iybat emas-u, umumiy aytganimiz to'g'ri. Aytish kerak. Kim bilandir ishlash jarayonida mana endi bozor iqtisodiyotiga kirib kelyapti, tadbirkor sifatida kirib kelyapti, qanaqadir o'quv markazi egasi sifatida kirib kelyapti. U yerda bo'layotgan jarayonlarda oldidagi ham kasblar yoki oldidagi sheriklarni to'g'ri tanlab bilish kerak. Birgalikda yelkadosh ishlaydigan o'qituvchilar bo'lish mumkin, yoki farrosh bo'lish mumkin, yoki to'liq o'zi bilan moliyaviy jihatdan teng huquqqa ega bo'lgan sherigi bo'lish mumkin. Ularni tanlab bilishda ko'proq nima e'tibor berish kerak. Umumiy bitta hamma kasbga tushadigan, ya'ni farrosh bo'lish mumkin, o'qituvchi bo'lish mumkin yoki teng sherikchi, moliyaviy jihatdan teng sherik shaxs bo'lish mumkin. Ularni umumiy birlashtiradi. Nimasiga e'tibor berish kerak? Sherik deganda masalan, mana sizda mana bir marta tilingiz kuyganda, mana shuning uchun savol beryapman men. Shunday. Buni balki ko'proq kuygandir. Bilmadim. Shunday, men o'zim tavakkalchi odamman-da. Balki shu xislatim qaysidir joylarda menga qo'l kelishi mumkin. Lekin tavakkalchi odam deganda masalan ba'zi holatlarda maslahatlashmasdan, yozuv, kelishuv yoki uchinchi odam siz qilingan ishlar bo'ladi-da, o'sha narsa vaqt kelib oyoqqa tepishi mumkin. O'sha uchun sherik tanlashda boyagi hissiyotlar, ishonch, do'stlik degan narsalarni chetga surish kerak. Qarindosh urug'chilik, ehtiyot bo'lish kerak. Boyagi do'stdan qarz so'raganda qo'y do'st bo'lib qolaylik deganga o'xshab. Hatto qonunchilikda ham, hatto dinimizda ham o'sha yozuv oddiy qarz oldi berisi bormi? Sherikchilik ishi bormi? Yozishga yoki uchinchi shaxs guvohligida o'zaro shartlarni kelisha olishda muhim narsa-da. Buni biz andisha qilamiz, o'ylaymiz, bu noto'g'ri tushunsachi, xafa bo'lsachi, yo'q. Bu vaqt kelib butunlay yuz bermas bo'lib ketishdan ko'ra yaxshiroqda.
Undan ko'ra tavsiya qilmaymiz. Tavsiya qilmaymiz. Sherik bo'lishda, Siz mana shu ko'p to'siqlarga uchragan va yo'qotishlar qilgan vaqtingizda bo'ldi hay endi deb mana shu jarayondan voz kechib ketadigan vaqtlaringiz bo'lganmi yoki o'zingizga qanday kuch topa olgansizki mana shu darajaga erishdingiz? yo'lingizda to'xtamasdan davom ettirib. Yo'lda to'xtamasdan. Endi hayot mana yoshligimda o'zim masalan 6-7 yoshimda eslayman, tegirmon bug'doy chiqarardik, keyin qo'y boqdim. Navoiy shahriga kelganimizdan 7 yoshimda, undan keyin savdo, o'sha Barxalkada savdo qilardik. Savdo ishlari, pul bilan muomala, odamlar bilan muomala, tavakkalchilik, o'sha 7 yoshim, 8 yoshimdan Toshkent shahriga tovar olib kelardik. O'zim borib kelgan holatlarim juda ko'p bo'lgan. 9-10 sinflargacha savdochida yurganman. Shu bozorda kofe sotganmiz. Qilmagan ishim bitta shu arava surish qolgan. Nima uchun deganda otam necha marta shunaqa holatda ham majburlagan paytda ham qilmaganman. Nima uchun? Men o'sha kichkinaligimda bitta shaxsiyat shakllangan, kimga erkin holatda savdo qilishim mumkin, choy sotishim mumkin, lekin men kimdir aytgan xizmatni qila olmayman. Tashki surib birov xizmatni qilishga o'sha kichkina bolaligimda ham o'sha narsa g'ururimga to'g'ri kelmagan. Endi shu hayotda o'sha sinovlar, o'sha bosqichlar, otam menga juda qattiq tarbiya bergan, qattiq qo'llik bilan bu narsani doim minnatdorman. Chin yuragimda bu narsani his qilaman va o'sha narsalar hayotda ko'rgan qiyinchiliklar boyagi hayotda deylik o'sha biznes tavakkalchilik bo'lgan, o'sha o'quv markazidan tashqari boshqa joylarga pul tikkan, biznes qilgan joylarim bo'lgan. O'sha tavakkalchiliklar o'zini oqlaganda ham sinmaganman. Chunki tushunaman, bu o'sha shu darajagacha kelgan o'sha bilim, salohiyat u hali ham o'zimda turibdi. Shu ilmning ustunligi shundada, u sizdan hech kim olib qo'ya olmaydi. Hech narsa, hamma narsani yo'qotgan taqdirimda ertaga chiqib borib, ikkita o'quvchini o'qitib, natija qilib yana o'sha darajaga ko'tarib olish imkoniyati bor-da. Ilm shu uchun ham ko'p narsadan, o'sha ilm boylikdan ustun deydi-ku, narsani. O'sha qiyin vaziyatlarimda ham tushunmayotganman. Qarang, 9-sinfgacha qilmagan ishim qolmadi deyapsiz. Siz qachon o'qishga ulgurgansiz? Qaysi vaqtda? Ana shu hayot qiyinchiligi yoki talablari yashab qolish zarurati deydi-ku. Menda shunaqa holatlar bo'lgan, hatto dadam masalan ish buyuradi. Balkonga ustim qulflaydi. Soat masalan 10 gacha yoki masalan 11 gacha qaysidir bitta ish tugatishim kerak. Qo'limda masalan deylik zamon yoki semisitel vanna yoki shunga o'xshash jihozlarni yasab, remont qilish, boshqa yangilashim kerak bilan. O'sha tugatganimdan keyin menda masalan soat 11 da tugatdimi yoki 10 da tugatdi. Menda 2 soat vaqt qolyapti, 1 soat vaqt qolyapti, 12 1 gacha. O'sha 12 1 gacha ertangi vazifani qilish majburiyat bo'lgan. Men o'shanda tushunganman-da, bu hayotdan chiqib ketishning yagona yo'li ilm, boshqa yo'q. Menda sportda to'g'ri havaskor bo'lganmiz, kurashga, futbolga qiziq boshqa. Lekin bunda o'zim yo'lim topa olmasam kerak. Yagona najot ilmda. Shu 1 soat ichida kimlardir 6 soat qilish mumkin bo'lgan ishni 1 soat tugatardim. Chunki boshqa imkoniyat bo'lmaganda, imkoniyatsizlikdan keyin o'sha zehn shu narsa o'rganadi. Va bu narsa hozir ham shundayman-da. Masalan, kerakmi, qiyin vaziyatmi, men kuchayaman. Biz hozir ajoyib suhbat ketyapti. Eng qiynaydigan bir masalamiz bor. Ya'ni murakkana yosh bolani to uni kasbda egallagungacha bo'lgan vaziyatda ota-ona sifatida biz unga ko'plab tazyiqlar o'tkazamiz. Boya muhokama qildik ozgina, bu kasb tanlaysan, mana buni o'qiysan, bu jarayonni qilasan. Lekin mana hozir jahon standartlarini ko'radigan bo'lsak, Xitoy yoki Yaponiya ko'radigan bo'lsak, bu jarayonda ota-ona emas, davlat ko'rsatib beryapti. Maktabda qurilishda ishlab yurgan insonlarni videorolikga qo'yib beriladi yoki ommaviy ravishda yiqitib yuboradi, o'rinlari kam, mutaxassis kam bo'ladi. Mutaxassis kam bo'lsa, ularga kamiga biz ish o'rin topib beramiz, evaziga esa sifatli o'rinlar topib beramiz. Xo'sh, biz hozirgi jamiyatimizda shu jarayonlarni qilsak nima deb o'ylaysiz? Ya'ni mayli hamma kelsin, oliy ta'limga topshirsa, hamma zo'r kasblarda o'qishda orzu qilsin. Bu jarayonda esa biz ta'lim muassasasi egasi sifatida biz ularga ko'rsatib berishimiz kerakki, ya'ni sen bu yo'lda saniki emassan. Shunday.
Sen bu kasb egasi emassan. Borib boshqa kasb tanladi. Nima deysiz shu jarayonda? Nima qilgan bo'lardingiz siz o'zingiz ham bir taklif ham bersangiz ham bo'lardi. Nima bu hozir prezidentimiz olib borayotgan siyosatlar ham aynan shu narsani savolingizga to'liq javob bera oladi-da. Masalan, hozirda maktablarni o'zining vazifasi belgilab berildi. O'sha ixtisoslashgan maktablar, oddiy maktablar, prezident maktablari, bundan tashqari texnikumlarga hozir oxirgi 2 yilda juda katta e'tibor berilyapti, katta sarmoya kiritilyapti. Texnikum va aytganimizdek, u payvandchi bo'lmoqchimi, sartarosh bo'lmoqchimi, shu san'at sohasi dizayner bo'lmoqchimi? Ya'ni bolalarga bu kasb deb tavsiya qilishdan ko'ra ularga tanlov berishimiz kerak. Ochiq eshiklar kuni, o'sha kasb egalari bilan suhbat. Masalan, bizda hozir maktablarda kelajak soatlari darslar o'tiladi. Haftaning dushanba kuni har doim yil davomida o'tildi. Ya'ni o'sha yerda kasblar bo'yicha ham yoki turli xil soha, sport, salomatlik hamma yo'nalishlar bo'yicha bolalarga tushuncha beriladi. U 1-sinfdan tortib 11-sinfgacha hamma bola oladi. U 1-sinf bola uchun e'tibor bersangiz, o'ziga mos, yoshiga mos kontent qilingan, lekin u bolani dunyoqarashini ochib oladi-da. U turib darslar aksariyatini o'zimiz ham o'tamiz bolalarga. Rahbariyat keladi, hokimlar ham dars o'tdi kelib. Shunaqa joylar bo'ladi-da. Bu bilan o'sha bolani aytganimizdek kasbga yo'naltirish uchun yaxshi takliflar berilyapti. Masalan, men o'qituvchi, maktab direktori sifatida, xo'p, rektor o'qituvchi edim men. Rahbarlikda o'sha xorij tillarni ommalashtirish agentligida ozroq rahbar bo'lganman, lekin u baribir ingliz tiliga yo'naldi, lekin o'qituvchilikdan birdan rahbar bo'lib tushib qolganim, men qanday yo'l tutdim? Uni o'zimni yo'qotib qo'ymadim. Men o'zimni soham, tushungan soham nima? Repetitorlikmi? Ta'limmi? Bolalarni o'qishga kiritishmi? Bo'ldi. Maktab shunga yo'naladi. Maktabning muhiti shunaqa bo'ldi. Maktab o'zida o'sha to'garaklar, hamma o'qituvchilarimiz eng zo'rlar saralangan, repetitor o'qituvchilar, hamma shunaqada. Kuchli o'qituvchilar yig'ilgandan keyin bolani o'sha masalan san'atga qiziqadi yoki borda o'quvchilarimiz ko'ryapmiz, biz ham maktabdan ketgan ular. Omadini bersin. O'sha mobilografiyada yoki deylik o'sha SMMda yaxshi postlar yuritib, yaxshi yuribdi. Lekin u biz maktabda bo'lmaydi unga. Biz maktabda qolmadi. Unga joyi yo'q. Chunki men unga kelsa huquqda o'qiysan, yoki ingliz tilini o'qiysan, yo matematika o'qiysan, fizika natijang qani ota-onang chaqir degan gaplar ular kerak emas-da. Ya'ni maktabda o'sha rahbarni qaysi tarafga yo'nalishi deylik, mindset deydi-ku, o'sha fikrlashi maktabda ham bir yo'nalishga solib oladi-da. Demak, men shu tadbirchi direktor emasman, menga shu bolaning natijasi. Masalan, hozir bitta sinfimiz, 11-sinfimiz bitirdi. 30 ta o'quvchimiz bor. Va men hozir ayta olaman, ularda 250% sertifikat bor. Ya'ni har bitta o'quvchida 2 ta, 3 tagacha, bittagacha sertifikat bor-da. 100% natija qilishni maqsad qilib qo'yganmiz. Bu bilan o'sha maktabda bera oladigan narsasi nima deydigan bo'lsangiz, shu sifatli ta'lim bolani o'qishga kiritish. Qaysidir maktablar zo'r IT mutaxassis chiqaryapti. Qaysidirga iqtidor to'garaklari, turon zo'r ishlayapti-da. Har bitta maktab shu yo'nalish bo'yicha o'zini sohasini tanlab olib ketsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu yaxshi narsa. Men o'zim Navoiy shahrida 11-ta'lim maktabida o'qiganman. Iqtidorli sinfda ilk qaldirg'ochidan biz. Meditsina yo'nalishida o'qiganmiz. Boshlang'ich sinfimizda ham xuddi shunday holatimiz bor edi. Ya'ni bizda amaliy jihatdan direktorimizda tashabbusi bilan bo'lgan hamma narsa. Ya'ni tashqarida hech kim qilib bermaydi. Direktor qilib bermasa, tashqarida hech kim qilib bermaydi. Direktor tashabbusi bilan kasbga yo'naltirib, kasbga qiziqtirib boshlagan bizni boshlang'ich sinfligimizda. Lekin boshqa maktablarda bu jarayonlar men keyinchalik ulg'ayib, o'zim yoshim bilganimdan keyin u ko'rdim, boshqa jarayonlarda, boshqa maktablarda yo'q. Yo'q edi, bo'lmagan. Lekin mana shu 11-maktabda direktori mana shu holatlarni, bolalarni yoshlikda, ya'ni boshlang'ich sinfdan to ularni katta sinfga o'tishgacha, ya'ni 7-sinfgacha o'tishgacha уже bolalarni tarbiyalab bo'lgan, kasbiy tayyorlab bo'lganda. 7-sinfda o'zi kasb tanlab boshlagandik biz. Ya'ni aniq maqsadli kasbli biz iqtidorli sinflarga o'tib boshladik. Hozir mana shu jarayonimiz lekin ba'zi oqsab qoldi. Juda oqsab qoldi. Natijalar shu jarayonlarda juda yana kamayib ketdi. Hozir aytganingizdek, boshlang'ichdagi ta'lim juda muhim ta'limda. Boshlang'ich 4-sinfgacha bo'lgan ta'limni butun umrni belgilab beradigan ta'limda. O'sha joyda adashsa, o'sha joyda xato ketsa,
ustoz, rahbariyat ko'p narsani yo'qotib qo'yamiz. Keyin o'sha kasb tanlash deganingizga o'xshab, mana 7-8-sinfda bizda o'zi shu Al-Xorazmiy maktabi, muhandislik maktabi, turli maktablar ochilyapti-da. Bola aytganingiz o'xshab shu davrgacha kelib yo'nalishini tanlab bo'lish kerak. O'tonlar olib keladi-da, rektorlikda ham endi aralashtiramiz o'zgina. Kursga olib keladi ustoz, mana 11-sinf o'quvchi, nima o'rganding, qayerda tayyorlanding, nima bilasan? Deyarli hech narsani bilmaydi. Qayerga topshirishni ham bilmaydi. Ha, ota-ona yetaklab keldimi, demak ota-ona o'sha joyga. Mana masalan, sen til o'rganasan, iqtisod o'qiysan, matematika, ingliz til o'qiysan deb ketirib beradi. Ota-ona orzusida, bolada maqsad yo'q, orzu yo'q. Kasbni yo'nalishni o'zi tanlamagan va u umrisini bola bilan ishlash juda azob, qiyin. Natija qilish ham qiyin. Keyinchalik qayergadir o'qishga kirish mumkin, imkoniyatlar ham ko'p hozir. Lekin aytganingiz o'xshab 8-sinfdan keyin kech bo'ladi. 8-sinfgacha yo'nalish tanlansa tanlandi, undan keyin kech bo'ladi. Menimcha hozir bu holatlarda ko'pgina maktab direktorlari o'zlari aybdor bo'lyapti. Ya'ni kasbni tanlashda yana qo'rqib qolgan. O'quvchilardan qo'rqib qolgan. To'g'rimi? Ya'ni ularni majburlay olmaydi ta'limga. Ularni ta'limda qanaqadir jarayonlarni qiziqtirish uchun nimadir harakatlar juda ham ko'p ta'lim muassasalariga kamaygan. Ya'ni to'g'ri, u avvalga nisbatan o'qishga kirish darajalarimiz, abituriyentlarimiz bilim darajalari ancha yildan-yil rivojlanib boryapti. Lekin quyi tabaqadagi, ya'ni boshqa iqtidorli bo'lmagan maktablarda yoki oddiy tabaqalashtirilgan maktablarimizdan tashqari maktablarda bu jarayonlar juda o'lib boryapti. Demakki, biz hozir holatimizda direktorlar, maktab o'quvchilari, direktordan ular hammasi shu o'quvchilardan qo'rqishini evaziga. Buni ya'ni ijtimoiy tarmoqdan qo'rqishda. Shunday. Menimcha bu yerda aytdik-ku, rahbarni o'rni katta. Masalan, men o'zim ham hali yosh rahbarman, o'zimda kamchiliklarimni suhbat davomida ham yoki boshqa ustozlar taqqoslar men kuzatib ko'rib boraman. Va bitta narsani to'g'ri deb o'ylayman, o'qituvchi direktor, o'sha rahbar o'quvchilarni yoniga tushish kerak pastga. Rahbariyat o'qituvchilar emas, o'quvchi bilan to'g'ri ishlash u katta yaxshi natijalar beradi. Masalan, oddiygina suhbat. Bolalarga masalan bizda har haftada bir kitob loyihasi borda. Direktorlar bolalar bilan kutubxonaga tushib, kitob tanlab o'qiydi birga. Uni qo'sh tirnoq ichida xo'ja ko'rsinga ham qilish mumkin, qiyin emas-da. Lekin bola bilan rostdan gaplashasiz-ku, o'zingiz kitob yaxshi ko'rgan kitobingiz haqida gapirib berasiz yoki bolalarga bitta kitob tanlay olib keldingiz, unga o'qitasiz, nima tushunding yoki shunga o'xshash suhbatlar bolalarda juda katta ta'sir qoldiradi. Yoki direktor qo'lidan nimadir oldim, kitob berdi, sovg'a berdi, sertifikat berdi, bitta qilgan oddiygina ishimni yuqori baholadi yoki bizni mana o'sha eng yaxshi xorij til maktabi tanloviga masalan o'quvchilar o'zim mashinada olib qo'yganman. Oddiy ish bu. Lekin bola baribir maktab direktori olib keldim. Boshqacha qaraydi unga. Oddiygina o'zi qo'yib borgan qo'shig'imni ham bolalarda katta ta'sirot qoldirganda. Inglizcha qanaqa motivatsiya berganda unga. Men uchun oddiy tuyulishi mumkin, siz uchun oddiy tuyuladi, lekin bola uchun rahbar bola uchun bola bilan o'sha o'zi bilan teng bo'lib shu mavqega tushish, darajaga tushish kerak. Suhbat qilish kerak. Men o'zim rahbarlik kelgan yilim o'sha 2 yildan beri faoliyat yuritayotganman. Birinchi kelgan yilimda yuqori sinflar bilan sinf alohida gaplashib olganman. O'zimni kimligimni tanishtirganman. Shu joyga sayohatimni aytganman. Hayotda katta maqsadlar qo'yish, xalqaro tajriba, dunyo nima, qayerga qarab ketyapti, siz nimaga qarab intilyapsiz, maqsadingizni qo'ying. Bolalar bilan bittalab motivatsiya u majlis emas u. Suhbat, davra suhbat bo'lgan. Prezentatsiyalar ko'rsatganman, rasmlarni ko'rsatganman, bolalar bilan gaplashib olganman-da. Bu narsa yaxshi oramizni ochgan. O'quvchilar masalan ustoz, men olimpiada tayyorlayapman, ustoz, men sertifikat tayyorlayapman, menga javob kerak. Yoki masalan javob deganda nima? Biz o'sha qaysidir o'quvchini alohida ustoz biriktirib tayyorlaymiz-da. Ingliz tili, IELTSga kirish kerak imtihonga. Alohida ustoz, alohida ishlaydi u bilan. Olimpiadachilar bilan alohida ishlaydi. O'shana holatlar imkoniyat so'rasa, bola o'zi muloqot qilib boshlaganda men bilan. Va bu narsani to'g'ri deb o'ylayman. Shu rahbar shu pastga darajaga tushish kerak, ichga kirish kerak bo'ladi. Endi rahbar pastga darajaga tushib borgungacha bo'lgan jarayonimiz borda. Ya'niki bizning yoshligimizda oilaviy holatimizni sizga misol tarzida aytmoqchi edim. Ya'ni bola otadan to'g'ri qo'rqmasdi-da. Uni bolani otaga qo'rqitib qo'yganligi ona aybdorda.
ona qo'rqdi. Dadang keladi aytaman. Dadangga aytaman, dadang unday qiladi. Buni rahbarlik boshqaruv jarayonida ham xuddi shunday menimcha to'g'ri. Maktabda, ayniqsa maktabda bu ko'proq qo'llanilishi kerak deymiz-da. Ya'ni direktorga olib boraman. Direktor bu holatingni eshitsa nima deb aytasan? Direktor bu holatingni eshitganda uyalib qolmaysanmi? Ma'naviy jihatdan, ya direktor seni uradi, direktor seni maktabda haydab yuboradi emas, ma'naviy jihatdan, ruhiy jihatdan, shuncha, xuddi shunday. Bu narsa subordinatsiya albatta bo'lishi kerak. Bu bor narsa. Bo'lmasa direktor bo'lib turib kirsangiz ham befoydada. Direktor keldi, 2 marta kirdi, 10 marta kirdi, o'ziga xuddi oddiy holat bo'lib qoladi-da shunday. Bu yerda bitta narsa bor-da, siz xohlaysizmi yo'qmi? Va ustoz direktorga qanday muomala, qanday hurmat ko'rsatganimiz, bu o'quvchi ham xuddi shunday muomala qiladi. Xuddi shunday. Va ona nima uchun otani obro'yicha ko'tarib qo'ygan? Chunki ona ham otani aytganini qilganda, otaga gap qaytarib turib, bolaga otangga aytaman desa, bolam uylaydi, o'zi onam otamdan qo'rqmasa deydi. Mana nima qo'rqishim kerak? Bu yerda kim asosiy rolda? Onami? Demak, onadan qo'rqish kerak deb o'ylaydi bola. Boyagi maktabda ham xuddi shunday. Maktabda zavutchilar, ona. O'qituvchi, xuddi shunday. O'qituvchi, keyin o'sha qo'l ostidagi o'sha o'rinbosarlar, zavutchi, ma'naviyatchilar direktorga bo'lgan muomalasini, hurmatini bola baholaydi bittaga. Qanday muomalada u va o'shanga qarab hurmat qilasiz. Agar bular ham sizga oyoq osti qilib boshlasa, demak siz birdan yomon odam bo'lib qolasiz. Shuning uchun subordinatsiya muhim. Qattiqqo'llik aytganimdek, men qattiqqo'l odamman, qattiqqo'l rahbarman, lekin do'stona. Joy kelganda bolalar bilan o'quvchilar bilan do'stona. Jamoamda ham men hozirgacha masalan 2 yil davomida deyarli eslolmayman jamoaga baqirib qo'pol muomalada bo'lgan. Ilk xonaga kirgan holatda bitta ustozlarimiz endi ishiga qarab yoki boshqa kamchiliklariga qarab o'sini oladi, chorasini, jazosini, lekin umuman baribir o'sha oltin o'rtalik deydi-ku, do'stona muhit va qattiqqo'l muhit o'rtasini ushlagan ma'quldir. Bo'lmasa siz eng hozirgi holatingizda rahbar sifatida qaysi xarakteringizni umuman yo'q qilish kerak? O'ziz uchun. Qaysi xarakteringizni umuman yo'qotish kerak, yaxshi tarafga olish kerak. Masalan, menga aytsam, aytaman birdan, meni jahlim yomon. Men uni yo'q qilishim kerak deb ayta olaman. Har bir inson o'ziga xos. O'ziga xos negativ meni bo'ladi-da, negativ meni bo'ladi. Siz ana shuni yo'q qilishingiz kerak. Sizda bormi shu? Nima? Tabiiy ravishda bor. Har bir insonda bor. Uni tan olib bilish kerak. Men shuni yo'qota bilishim kerak. Ham rahbar sifatida, ham mehribon ota sifatida, ham bir jamiyatni asl bir inson sifatida. Jamiyatda eng kerakli insonlar sifatida. Maktabda shuncha o'quvchilar va undan tashqari o'quv markazidagi shuncha o'quvchilar, qora ko'zlar bor. Shular oldida siz qaysi holatdagi xarakteringizni yo'q qilishingiz kerak? Endi masalan jahldorlik, boshqa holatlarni men unchani o'qimadim. Men hammasi o'sha menimcha me'yor bilan boshqarib olaman. Lekin bitta kamchilik bormanda, menda fokus, diqqat ko'p narsaga qaratilganda. Men agar deylik birorta ish qilmasdan faqat direktor bo'lganimda yana ham yaxshiroq, ko'proq ish qilgan bo'lardim deb o'ylayman. Yoki hech ish qilmasdan faqat repetitor o'qituvchi bo'lganimda, ya'ni boyagiday ham markaz, ham maktab, kurs charchatib qo'yadi. Undan tashqari boshqa masalan faoliyat, aytdimki biznes boshqa. Oila bor, undan tashqari. Oila, har bitta bolaga o'ziga xos, o'zimning farzandlarimga e'tibor boshqa. Ana shu fokusni ko'p bo'lgani uchun men o'zim balki uni nima deydi uni mana sug'urta, straxovka deydi-ku odam. Ya'ni ko'p ish qilsam, qaysidir bittasi o'xshamasa, qaysidir qoplaydi degan narsa. Men shuni kamchilik deb o'ylayman. Lekin buni kimlardir bu narsani to'g'ri deb o'ylashi mumkin. Men o'zim hozir agar qaysidir sohani, ya'ni bitta yo'nalishda, bitta bor-yo'q bitta ish tanlaysan, bitta ish qilasan deydigan bo'lsa, men unda o'sha pikka chiqa olish imkoniyatim bor-da. Men faqat shu narsaga diqqatim ozgina bo'linyapti. Masalan, oddiygina men blogerlik ham qildim. 35 mingga yaqin masalan ijtimoiy tarmoqda obunachilarga yig'gansiz. Juda sifatli kontent ishlab chiqardim. U kontent hali O'zbekistonda nima juda kerakli, yo'q. Hozir to'xtab qolgan masalan. Qilaman desam, bu yo'nalishda ham yo'nalishlarim bor, lekin aytdimki o'sha jismoniy jihatdan vaqt jismonan shu yetmayapti va tan olish kerak, baribir siz diqqatingiz ikkinchi narsaga bo'lindimi, u birinchi narsa 100% darajaga chiqmaydi-da. Men shuni kamchiligim deb o'ylayman. Chindan bu kamchilik daromadga borib taqaladida o'z-o'zidan.
shu o'rinda endi siz mana shu daromadni necha yoshingizda mustaqil topa boshlagansiz va uni dastlab nimaga sarmoya qilib anaqa qilgansiz, sarflagansiz yoki kimgadir sovg'a, onangizga hadya yoki bo'lmasam biron bir ish jarayoniga yo'naltirish mumkin bo'lgan. Sizning hayotingizda qanday bo'lgan? O'sha bu aytganimdek 6-7 yoshimdan mustaqil 6-7 yoshimda dadamga yordam berardim. Keyin shu 8 yoshimda shaharga kelganimizdan keyin 7 yoshdan keyin 8 yosh birinchi sinfga kelganimdan keyin choy sotganman. O'sha choy bir oyga o'zi eslayman, o'rtacha 3000 so'm ijaraga to'lardi edi. 3000 so'm, 3000 so'mni bir oyda men choy sotib topardim. Hozirgi ijara pulini qancha taqqoslasangiz, bir oyda shuncha pul topardim. Endi to'g'ri, onamga sovg'a olib berish yoki qanaqadir eslar yopib qo'yish unaqa sharoit, unaqa imkoniyat, unaqa o'ylab bo'lmaganda. Chunki yaxshisi oilaga yordam berish to'g'ri deb o'ylaganman. Va o'sha narsa balki o'sha pulga bo'lgan munosabat, pulga bo'lgan qiziqish yillar davomida ham sizdagi fokuslarning kengayib ketishiga sabab bo'lgan bo'lishi kerak. Bir tarafdan. Men lekin o'zim shu kamchiligim deb o'ylayman. Ya'ni choy sotishdan to maktab direktorigacha bo'lgan yo'l. Masalan, mana o'zim bolalar ichki kiyimidan sotib boshlagan 8 yoshimda buni. To bugungacha hozirgi kunda mana shu jarayongacha yetib keldik. Ya'ni ikkalamiz ham deyarli qismatimiz deyarli o'xshashroq ekan. Qismat demagan bo'lardim. Ya'ni jarayonimizda, yoshlik jarayonimizdagi bo'lgan qismatda, ya'ni yoshlikdagi, ya'ni hayotiy, hayotda, ya'ni bozordan to ta'limgacha bo'lgan yo'l. Shunday. Unda mening ham yo'lim shunday o'tgan ekan. Men bozorda pomidor sotganman. Mening bolaligim o'sha 7-8-sinflarda shunaqa vaziyat bo'lgan. Chunki biz 7 qiz bo'lganmiz oilada, hammamiz o'qimishli bo'lganmiz. Ota-onamni bizga faqat o'sha imkoniyatni o'qisak, o'zimiz harakat qilsak, imkon yo'l topib berganlar-da. Demak, ta'lim sohasida mana shunday bo'lgan jarayonlar hammasi yuqori natijani berishi mana bir emas, bir necha insonlar hayotida. Hayot tarbiyalaydi degan narsada, baribir hayot qiyinchiliklarini ko'rgandan keyin odam erta ulg'ayadi-da. O'sha masalan 10 yosh 12 yoshdagi fikrlash, dunyoqarash o'zi katta yuqori 20 yoshli odam qatoriga keladi. Kimlar yonida yursa shu qator bo'ladi. Shunday. Endi sizga yakuniy savol. 18 yoshli hozirgi kundagi o'smir o'z yo'lini, o'z kasbini topolmay qolgan yoki kasbini tanlaganlar uchun ikkita maslahat. Topgan, o'z yo'nalishini topgan, kasb topgan va kasb topolmagan 18 yoshli o'quvchilar uchun maslahat. Kasb topganlarga savol maslahat berish oson. Umuman olganda buni ko'p ta'kidlayman. Maqsadni kattaroq qo'yish kerak. Orzu, havas degan narsa bilan maqsadni men alohida ikki xil narsa deb o'ylayman. O'sha kasb yo'nalishida qilgan o'quvchi maqsadini kattaroq qo'yish kerak. Masalan, aytdim-ku, shogirdlikka tushish u o'zidan uyalmas kerak. Masalan, oddiy bo'lib ofitsiantlik qilish ham deylik, o'sha sohani nimada o'rganadi, pul muomalasi aytib, odamlar bilan muomala, tartibni, mas'uliyatni o'rganadi. Qiyin vaziyatlarda muammo bo'ladi-da, o'sha restoranda ichgan odam har xil odam bilan o'sha qiyin vaziyatdan chiqishni o'rganadi. Umuman qanaqadir farqi yo'q uni. Deylik, masalan, iqtisodiyotda o'qiydi, borib ofitsiantlik qiladi. Yoki imkoniyat sharoitlari bo'lsa, o'qisin. O'sha yangi xalqaro sertifikatlar, SSC masalan, sertifikatlari bor. Xalqaro toifadagi o'sha buxgalterlik imkoniyatlarini beradi. O'qishda yoki ishda nima bo'lishidan qat'iy nazar maqsadni uzoqroq qo'yish kerak yoki uni amaliy shogirdlikka tushib amaliy o'rganadi yoki o'qib o'rganadi. Ikkita yo'nalishdan biri. Kasb tanlanmayotgan, 18 yoshga kelib kasb tanlanmayotgan o'quvchi bilan gaplashishni foydasi yo'q menimcha. U o'quvchi bilan endi hazil tariqasida aytayman, lekin avvalroq faoliyat ish boshlanishi kerak edi va bunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Hozir imkoniyatlar ko'p bizda, faqat uni izlash kerak, ishonish kerak. Aytdim-ku, hozir davlat siyosati ham bu borada juda yaxshi imkoniyatlar yaratib bergan. O'sha oddiygina mana IELTSdan bir shu darajaga ega o'quvchi, talaba ko'mak loyihasi orqali 130 million pul olib o'quv markazi ochib, o'zini o'sha qayerda, o'sha qishlog'idami, tumanidami, shahardan farqi yo'q, imkoniyatlarni qilish mumkin-da yoki
boya kasb tanlolmayotgan deganimiz ham qanaqadir o'sha muhandislik nima deydi uni? Hunar. Hunar o'rganish uchun shu mana markazlar faoliyat yurityapti yoki texnikumlarda o'qib, endi baribir hayot talabida bu, yashab qolish uchun ham nimadir o'rganish kerak. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, bizda eng yomon odatlarimizdan bittasi doim chet elni, xo'rozxonani yaxshi ko'radi ko'pchilik. Aksariyat odamlar faqat chetga ishlash, chetda savdo qilish, borib Rossiyada, Koreyada, boshqa yo'q. Shu narsadan nima qilish kerak? Chunki O'zbekistonni men bir ikkita kuchli biznesmenlar bilan gaplashganimda aytadi, O'zbekiston bozori och bozor. Ko'p sohalar rivojlanmagan davlatlarda daromad imkoniyatlari ko'p bo'ladi. Chunki qaysi davlatda yurayotgan sohalar bu yerda yo'q, o'sha narsani olib kelib ishlash. Umuman olganda O'zbekiston bozori boyish uchun yetarli salohiyatga ega, juda zo'r bozor. Chetda boyitib, chetga borib kimdir xizmatini qilgancha shu yerda shu narsani tashkil qilish kerak. Sizga katta rahmat ustoz. Qimmatli vaqtingizni ayamay bizni Navoiyliklar podkastimizga kelib suhbat jarayonini amalga oshirganingiz uchun keyingi ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Nasib bo'lsa yana bir chiroyli podkast uyushtirib, podkastimizni, suhbatimizni yanada kuchliroq qilishga umid qilamiz. Sizga katta rahmat. Rahmat taklif qilganlar uchun. Xursand bo'ldim. Bu endi podkast o'z yo'liga, lekin baribir o'sha mavzu yuzasidan yaxshi insonlar bilan sohani tushungan insonlar bilan suhbat qilish ham odamga rohat beradi. Xuddi shunday. Sizlarga katta rahmat. Katta rahmat. Savolatingizga omad. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling.